Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Ko'pchilikni Manchester City'ning eng nozik nuqtasi o'ng qanot himoyasidagi vaziyat qiziqtirmoqda. Avvaliga Joao Cancelo yanvar oyida Kyle Walker ketgandan keyin bu pozitsiya haqiqiy boshqaruvga aylandi. Hozir bu pozitsiyaga 3 da'vogar Abduqodir Husanov, Mateusz Nunes va Rico Lewislar bor. Angliya futbolini yoritib kelayotgan yirik manbalar Manchester City tarkibini tahlil qilish jarayonida o'ng qanot himoyasidagi vaziyatga oydinlik kiritdi. Abduqodir Husanov Manchester City himoya chizig'idagi o'ng qanotni o'ziniki qilib olgan bir pallada jarohat olib safdan chiqqan. Husanovning jarohati tufayli Nunes o'ng qanot himoyachisi o'rnida o'ynash imkoniga ega bo'ldi. Oxirgi ikkita o'yinda mustahkam himoyalanish bilan birga hujumlarda faol ishtirok etdi va Brentford darvozasini ishg'ol qilishni ham uddaladi. Shunga qaramay Nunesda barqarorlik yetishmaydi. Uning asosiy kamchiligi muhim uchrashuvlarda qo'pol xato qiladi. Bu jamoaga qimmatga tushgani o'tgan mavsumda bir necha bor ko'rindi. Agar portugaliyalik futbolchi so'nggi 2 o'yindagidek ishonchli o'ynasa, City uchun kerakli o'yinchi darajasiga ko'tariladi. Ekspertlarning fikricha, baribir o'ng qanot himoyasi Abduqodir Husanovga tegishli. Asli markaziy himoyachi bo'lgan o'zbek legioneri bundan keyin o'ng qanotda asosiy figuraga aylanadigan ko'rinadi. Biroq sport direktori Ugo Viana oldida yanvar oyidagi transferlar davrida Manchester City'ning asosiy muammosini yechib berish masalasi turibdi. Josep Guardiola vaqtinchalik yechimlarni qo'llash orqali vaziyatdan chiqib ketyapti. Joao Cancelo va Kyle Walkerdan keyin jamoada asl ampulasi o'ng qanot himoyachisi bo'lgan o'yinchi qolmadi. Ayniqsa o'ng qanotda Abduqodir Husanovning paydo bo'lishi vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. O'zbek futbolchisining ketma-ket bir nechta uchrashuvda o'ng qanot himoyachisi vazifasini yuqori darajada uddalagani Josep Guardiolaning olqishlariga sazovor bo'ldi. Afsuski uning kutilmaganda jarohatga yo'liqqani qo'shimcha muammolarni keltirib chiqardi. Taniqli ekspertlardan Jack Goganning ma'lum qilishicha, Manchester City o'ng qanot himoyachisi transferini amalga oshirish uchun Abduqodir Husanovning jarohatdan keyingi ahvoliga qarab ish ko'radi. Agar 21 yoshli himoyachi xalqaro tanaffusdan keyin maydonga tushganda yuqori sport formasini namoyish qilsa, shaharliklar o'ng qanotda yangi himoyachi olish masalasini kamida kelasi yozgacha qoldiradi. Manchester City fanatlari o'ng qanot himoyasida Abduqodir Husanovning o'ynashini kutmoqda. Ta'kidlash joizki, Abduqodir Husanov 5-oktyabrga qadar safga qaytishi kutilgan edi. Biroq davolanish muddati cho'zildi. Shu bois himoyachimiz O'zbekiston milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro boshqarayotgan yig'iniga kela olmadi. Abduqodir Husanov FIFA kunlari munosabati bilan e'lon qilingan xalqaro tanaffus yakunlangandan keyin, ya'ni 18-oktyabr kuni Angliya Premyer Ligasining navbatdagi turida Everton bilan bo'ladigan bahs oldidan safga qo'shilishi kutilyapti. Biz esa Husanovga sog'lik tilagan holda tezroq klub va terma jamoamizga qaytishini istab qolamiz.